Bunda har bir shahar tuman o'zi alohida hududlarga ajratilgan toifalarga bizani ikkinchi toifa, ikkinchi toifaga 22% dan ajratiladi pul mablag'lari. Birinchi toifaga 23%, ikkinchi toifaga 22%, uchinchi toifaga 21%, to'rtinchi toifaga 20%, beshinchi toifaga 19% pul mablag'lari ajratiladi. Buni muddati 7 yil bo'yicha 2 yil imtiyozli bilan yoki aylana mablag'ini to'ldirish 36 oy muddatgacha 12 oyda qaytarish sharti bilan real usulda ham ajratiladi. Bundan tashqari burada yana mahsulotlarni yo'qotish bo'yicha market loyihasi o'sha qanotlarimiz bor. Bu erkaklarga 25%dan, ayollarga 24%dan muddat 3 yilgacha o'z-o'zini band qilgan jismoniy shaxslardan olsa bo'ladi. yoki tadbirkorlik subyektlari mas'uliyat cheklangan jinoyatlardan olishi mumkin. Ularning qanaqadir savol bo'lsa maqsad. 100 millionlik qanaqa bo'ladi? 100 millionlik uchun qaror bo'yicha ajratiladi. O'zingizni ishlab turgan firmangiz bir yil mobaynida avrama mablag' oborot bo'lgan bo'lsa, shunga 22%dan ajratamiz 7 yilgacha kelim to'ligiga oladi. 100 millionlik garovsiz, 100 milliondan oshgan qismiga garovnoma hisoblanadi. Garovga noturar mashina yilida qancha? 2020-yilda ketadi. 2020-yilda. Vaqt kredit bo'lishi kerakmi mashina? Yo'q, u avtokredit bo'lmaydi. Firmangizda avtokredit bo'ladi unda ham ko'ramiz. To'lov qobiliyati yetarli bo'ladigan bo'lsa, bo'ladi. U firmada emas, yaxshi tartib ochilgan. Yaxshidami? Bizdan raqam? Yo'q, kapital. Az ikkilamchi hisob raqami berilmaydi, asosiy hisob raqamingizni ko'chirishingiz kerak. Asosiy hisob raqami